Konstitutsiya inson qadri, erkinlik, tenglik va adolat garovi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 52-modda. O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom va barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etiladi. Davlat o'qituvchilarining sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi. Biz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq ustozlarning kasbiy o'sishiga xizmat qilamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin!